Assalomu alaykum aziz obunachilar. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan yana o'sha zaharli buqoning asoratlari, oqibatlari va uni operatsiya haqida gaplashamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqdan kuzatib kelgan andijonlik bir kuzatuvchimiz o'zida yurak o'ynashi, qon bosimi ko'tarilishi, kayfiyat tez o'zgarishi va shunga o'xshagan belgilar bilan ko'p qiynalishini aytgan. Biz tekshiruv o'tkazganimizda ularda tugul yuqo borligi aniqlandi va bizga biz xulosaga keldikki, endokrinologlar ya'ni buni aprel davo qilish kerak. Chunki uzoq vaqt davomida, boring 10 yildan oshiq vaqt davomida bu kasallikdan qiynalgan. Bizga bunga yaqin yordam bergan bizning jarrohimiz Turdimatov Farhodjon Otajonovichga o'z minnatdorchilik bildiramiz. Bemorni aprel davoga olishdi, operatsiyalar yaxshi o'tdi. Bemor bundan o'zi minnatdor. Bemorning ahvoli yaxshilandi va bu haqda bemorning o'zidan eshitishingiz mumkin. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlarga 3 kun oldin tugulli buqoqni bilan bizga murojaat qilgan bemorda operatsiya jarayonida lavhalar jo'natgandik. Mana bugun bemorimizga javob beryapmiz. Bemorimiz bergan savollarga javob beradi. Shu bilan holatni tushuntirmoqchimiz sizlarga. Opajon, qalaysiz? Yaxshiman. Operatsiyada qiynalmadingizmi? Yo'q, rahmat. Qo'rqadigan narsalar yo'q ekanmi? Yo'q ekanman. Operatsiyadan keyin sal yengilladingizmi? Yengillandim. Foydasini bildingizmi, yo'qmi? Bildim, rahmat sizga. Necha yil bo'ldi opa kasal bo'lganingizga? Shu kasallikni bilganim 2 yil bo'ldi, lekin doktorlar 13 yillik deb aytishdi. Ha, 13 yillik amadingiz. Qancha joylarga murojaat qildingiz? O'zimizga, Andijonlarga. Nima uchun aytib unamadingiz opa? Nima uchun unamadingiz operatsiyaga? Rozi bo'lmadingiz? Endi kim biladi, Alloh joylarni buyurtirganida menga endi sizdaqa insonlar, yaxshi insonlarga endi unaqa qilganida peshonamga yozgan. Bu bemorimiz bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib kelgan. Opa, bizni больницamiz qalay ekan, xodimlarimiz qalay? Haqiqatan o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rgan darajada ekanmi yoki? Yo'q, ko'rinib turdi. Hammasi yaxshi ekan. Больницalar zo'r sharoiti bor. Doktorlarimiz ham yaxshi ekan. Hamshiralar ham. Mehmondo'st, hammasi yaxshi ekan. Mayli opajon, unda bizdan xafa bo'lmay ketasiz. Yo'q, Sog' salomat, tinch omon yuzga yetib oling. Telefonlashib turamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, shunga o'xshagan holatlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat opajon, sizga sog' bo'ling. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, operativ davo bilan qilinishi kerak bo'lgan narsani konservativ davo bilan muddatni cho'zmaslikni maslahat beramiz. Sababi operativ davo qilinishi kerak bo'lgan narsa konservativ davo bilan muddat cho'ziladigan bo'lsa, kasallik og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hamisha sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. O'zingizni sog'lom turmush tarzida tutishga harakat qiling. Nodir Shifo medikal klinikasi sizga hamisha salomatlik tilaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.